Здравствуйте, дорогие ученики! Продолжаем изучение русского языка. Bugun sizlar bilan mavzumiz множественное число, ya'niki ko'plik mavzusi. O'zbek tilida ko'plik yasashingiz uchun lar qo'shimchasini qo'shasiz. Masalan, uy uylar, shahar shaharlar, maktab maktablar, inson insonlar deb. No, в русском языке faqatgina lar emas, aynan lar qo'shimchasini yasashingiz uchun qarab chiqamiz qanday окончаниялар qo'shasiz. Множественное число, ya'niki ko'plik shakli degani, otlarning ko'plik shakli. Birinchi mужской roddan o'rganib boshlaymiz. Mужской rod student, talaba. Mужской rodni yana bir karra eslab olamiz. Barcha undosh harflar bilan tugagan so'zlar. Demak, student, studenti, talaba, talabalar. Muzey, muzeyi. Y tovushi rus tilida mana. Y, muzey. Aytayotganingizni ham yumshoq aytasiz. Shuning uchun yumshoq undosh hisoblanadi. Muzeyi. Словарь, словари. Bu yerda мягкий знак bor, поэтому словари, словари bo'lib kelyapti. Дальше qaraymiz. Так, endi женский rod. Женский rodni yana bir karra eslab olamiz. Demak, qanaqa окончаниялар bo'lish kerak edi? Da, a hamda ya bilan tugash kerak edi. Aynan исключение so'zlaridan tashqari. No, o'sha исключение so'zlarda ham xuddi o'sha ko'plik yasashingiz uchun i yoki uy qo'shasiz. Masalan, papa, papi. U bilan yana qayta takrorlab olamiz. Пока lampa, lampy. Komnata, komnaty. Demak, xona, xonalar. Tетрадь, mana mehki znakka e'tibor bering. Tетради. Семья, семьи. Семья, семьи. Семья nima edi? Da, oila degani. Семьи, oilalar. Так. Средний rodga qaraymiz. Средний rodni eslab olamiz. Demak, qanaqa окончаниялар edi? Da, o hamda ye bilan tugashi kerak edi. Okno, deraza degani. Okna, okna. Talaffuziga ham e'tibor bering. Okna demaymiz. Okna. Unda oynalar, derazalar degani. Море, dengiz, море. Моря, dengizlar. Здание, bino, здания. Mana ya bilan bo'lyapti. Так. Dальше qaraymiz. Demak, i harfidan tashqari mana i'lar bilan ham kelyapti. Qachon i? G, k, h, ch, sh, sha. J'lardan keyin har doim i harfi. Masalan, kniga, knigi. Aytishingiz mumkin, bu yerda aku, adan keyin yo'q. Mana bu g harfidan keyin kelyapti. Вот. O'zgarayotgan a bo'lgan bilan, lekin oldinda g bor. Shuning uchun kniga, knigi. Knigi bo'lmaydi, rivayat. Knigi. Karandash, karandashi. Masalan, aytaylik yana этаж, этажи. Орех, yong'oq degan masalan. Орехи. Учебник, учебники. Можно дальше продолжать. Endi qaraymiz. И uydan tashqari ko'plikni boya aytganimdek, mana исключение holatlari ko'pincha a bilan yoki butunlay o'zagi boshqa so'zlar bilan yasaladi. Qaysi holatlarda masalan? Человек, человеки emas, люди. Boshqa so'z bilan yasalyapti mana. Человек, inson, люди, odamlar. Mana inson yoki odam, odamlar. Так, ребенок, дети, bola, bolalar. Сын, o'g'il farzandga nisbatan. Сыновья. Shu o'rinda yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Сыны deyishim mumkin. Faqat o'sha unda сыны родины masalan, vatan o'g'lonlari, o'sha ma'nosi boshqa bo'ladi. Дочь, qiz farzandga nisbatan. Дочери, qizlar. Стуль, стулья. Дерево, daraxt. Деревья, daraxtlar. Город, bilasiz, shahar. Gорода, shaharlar. Pasport, pasporta. Dom, dama. Xuddi shu shaklda, lekin talaffuzini mana urg'usini sal boshqa joyga qo'ysangiz, o'sha ko'plik emas.
uyda degani dom, doma, uy, uylar. Doma bo'ladigan bo'lsa uyda degan ma'noni anglatadi. Mать, матери, ona, onalar. Brat, bratya, brat, bratya, ya'niki aka, aka-ukalar. Ko'pincha aka, uka deb ham bemalol tarjima qila olamiz. Drug, do'st. Drugi emas, rебят, друзья. Друзья, ya'niki do'stlar. Endi keling, hozir ko'rib chiqqanimiz xohlasangiz, o'rganayotgan paytingizda birdan tez emas, to'xtatib, takrorlab borsangiz, yaxshiroq tushunasiz darsni. Endi keling, mana shu so'zlardan ko'plik shaklini yasab ko'ramiz. Stol, stolы. Da? Papa, qani yasaymiz? Da, papы. Дядя, дяди. Словарь, словари. Тетрадь, тетради. Дом, дома. Брат, братья. Человек, люди. Исключениядagi so'zlarni, yana o'zingiz bilgan so'zlarni ko'plik shaklida yasab ko'ring. Yana ham osonroq, qaysi so'zni yasayman, masalan, qanday bilaman, hali endi o'rganyapman-ku deyishingiz mumkin. Olaylik tana a'zolarini. Masalan, ruka, ruki, da? Ruka, ruki. Вот. Naga, nogi. Xuddi shunday yasashingiz mumkin. Yoki atrofda ko'rinayotgan so'zlardan ham bemalol narsalarni aytib nima qilishingiz mumkin. Ko'cha, masalan, ulitsa, ulitsa. Hurmatli o'quvchilar, darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Har safar aytyapman, kommentariyaga javob yozing, tekshiramiz, javob beramiz deyapman. Biz bilan birga ishlang, osonroq o'rganasiz rus tilini. Xayr, sog' bo'ling.